Buyuk darvozabonlardan biri Petr Chex nega shlem kiyib maydonga tushardi bilasizmi? 2006-yilda Readingga qarshi bahsda Chelsea darvozaboni Chex boshidan juda qattiq jarohat oladi va keyingi yilgacha futbol o'ynay olmaydi. Uning o'rniga maydonga tushgan darvozabon Carlo Cudicini ham burchak zarbasi paytida to'qnashuvda hushini yo'qotdi va darvozani Chelsea himoyachisi John Terry qo'riqlaydi. Futbolda shunday jarohatlar bo'lib turadiki, uning ortidan birorta futbolchi o'ziga brend yarata oladi. Shunday buyuk darvozabonlardan biri kaskali Petr Chex kim? Bugun shu haqida gaplashamiz. Chexiya nomi Chex familiyasidan olingan deb o'ylaydigan yosh avlod juda ham ko'p bo'lgan. Petr Chex Chexiya safidagi eng ko'p o'yin o'tkazgan, APLda eng ko'p quruq o'yin o'tkazgan va bir mavsumda atiga 15 dona gol o'tkazib Chelsea'ni chempion qilgan seyflar qirolidir. Esingizdami, uning o'yinlarini ko'rgan raqib muxlislari doim undan qo'rqishar, hattoki Ronaldo tepgan penaltilarni qaytarar. O'sha davrdagi sinfdagi eng yaxshi darvozaga turadigan bolaga Chex laqabi qo'yilardi.